Avvalo Avtomashina kanaliga obuna bo'lishni, videoga like bosishni va do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang, chunki bu kanal avtomobillar haqidagi eng yangi yangiliklar, sharhlar va texnik tahlillarni taqdim etadi. Avtomashina kanali sizlarga zamonaviy transport vositalari haqida ishonchli va batafsil ma'lumot berishni maqsad qilgan. Bugungi videoda sizlarga yangi 2026 Chevrolet Labrador Pink modeli haqida to'liq sharh, texnik ko'rsatkichlari va narxi haqida batafsil ma'lumot beramiz. Yangi 2026 Chevrolet Labrador kichik yuk tashuvchi avtomobillar segmentida juda mashhur bo'lib, u shahar ichida yuk tashish va kichik biznes uchun juda qulay transport vositasi hisoblanadi. Ushbu model yangilangan dizayn, yaxshilangan qulaylik va zamonaviy texnologiyalar bilan ishlab chiqarilgan. Pink rangdagi ushbu model tashqi ko'rinishi bilan boshqalardan ajralib turadi va ko'plab haydovchilar uchun noodatiy hamda jozibador variant hisoblanadi. Avtomobil tashqi dizayni ixcham va funksional ko'rinishga ega. Old qismida yangilangan radiator panjarasi, zamonaviy faralar va kuchli bamper joylashtirilgan. Kuzov tuzilishi yuk tashishga moslashtirilgan bo'lib, keng yuk platformasi va mustahkam metall konstruksiyaga ega. Avtomobilning kichik o'lchamlari tor ko'chalarda harakatlanishni osonlashtiradi va parkovka jarayonini ham ancha yengillashtiradi. 2026 Chevrolet Labrador modelida ishonchli va tejamkor dvigatel o'rnatilgan. Ushbu avtomobil odatda 8 litr hajmli benzin dvigateli bilan jihozlanadi va u taxminan 38 dan 42 ot kuchigacha quvvat ishlab chiqaradi. Dvigatel mexanik uzatmalar qutisi bilan ishlaydi va yoqilgi sarfi juda tejamkor hisoblanadi. O'rtacha hisobda avtomobil 100 km masofaga taxminan 5 dan 6 litr yoqilgi sarflaydi. Bu esa biznes egalari uchun iqtisodiy jihatdan foydali variantdir. Avtomobilning ichki qismi oddiy, ammo qulaylikka e'tibor qaratilgan holda ishlab chiqilgan. Haydovchi o'rindig'i ergonomik shaklda tayyorlangan va uzoq masofalarda haydash paytida quv. 2026 Chevrolet Labrador modelida ishonchli va tejamkor dvigatel o'rnatilgan. Ushbu avtomobil odatda 8 litr hajmli benzin dvigateli bilan jihozlanadi va u taxminan 38 dan 42 ot kuchigacha quvvat ishlab chiqaradi. Dvigatel mexanik uzatmalar qutisi bilan ishlaydi va yoqilgi sarfi juda tejamkor hisoblanadi. O'rtacha hisobda avtomobil 100 km masofaga taxminan 5 dan 6 litr yoqilgi sarflaydi. Bu esa biznes egalari uchun iqtisodiy jihatdan foydali variantdir. Avtomobilning ichki qismi oddiy, ammo qulaylikka e'tibor qaratilgan holda ishlab chiqilgan. Haydovchi o'rindig'i ergonomik shaklda tayyorlangan va uzoq masofalarda haydash paytida qulaylikni ta'minlaydi. Boshqaruv paneli sodda va tushunarli joylashtirilgan bo'lib, barcha asosiy ko'rsatkichlar haydovchiga qulay tarzda ko'rinadi. Avtomobilda isitish tizimi, shamollatish funksiyasi va ba'zi versiyalarda audio tizim ham mavjud. Xavfsizlik masalasida ham ishlab chiqaruvchi muhim jihatlarga e'tibor qaratgan. Avtomobil mustahkam shassi konstruksiyasiga ega bo'lib, yuk tashish vaqtida barqarorlikni ta'minlaydi. Old xavfsizlik kamarlarining mavjudligi haydovchi va yo'lovchi xavfsizligini oshiradi. Kuchli tormoz tizimi va yaxshi boshqaruv mexanizmi avtomobilni turli yo'l sharoitlarida ishonchli harakatlanishini ta'minlaydi. Yuk tashish imkoniyatlari ushbu modelning asosiy ustunliklaridan biri hisoblanadi. Chevrolet Labrador 700 kg-gacha yuk tashish quvvatiga ega bo'lib, kichik savdo faoliyati, qurilish materiallari tashish yoki yetkazib berish xizmatlari uchun juda mos keladi. Yuk platformasi keng va turli xil mahsulotlarni joylashtirish uchun qulay qilib ishlab chiqilgan. 2026 yilgi modelda osma tizimi ham yaxshilangan bo'lib, yuk bilan harakatlanish paytida avtomobilning barqarorligini oshiradi. Rul boshqaruvi yengil ishlaydi va haydovchiga qulaylik yaratadi. Avtomobilning umumiy vazni yengil bo'lgani sababli u tez harakatlana oladi va shahar transport oqimida bemalol qatnasha oladi. Narx masalasiga keladigan. Shuningdek, ushbu modelning xizmat ko'rsatish va texnik xizmat xarajatlari ham nisbatan arzon hisoblanadi. Ehtiyot qismlarning bozorda keng tarqalganligi avtomobilni uzoq muddat foydalanishda qulaylik yaratadi. Ko'plab ustaxonalarda ushbu modelni ta'mirlash imkoniyati mavjud bo'lib, bu esa haydovchilar uchun katta ustunlik hisoblanadi. Avtomobil kichik biznes egalari, fermerlar va yetkazib berish xizmatlari bilan
Avtomashina kanali sizlarga zamonaviy transport vositalari haqida ishonchli va batafsil ma'lumot berishni maqsad qilgan. Bugungi videoda sizlarga yangi 2026 Chevrolet Labrador Pink modeli haqida to'liq sharh, texnik ko'rsatkichlari va narxi haqida batafsil ma'lumot beramiz. Yangi 2000